Tashkilotda kadr lavozimida ishlovchi xodimlar uchun muhim eslatma. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 17-dekabrdagi 796-sonli qaroriga muvofiq 2026-yil 1-yanvardan boshlab tashkilotda kadrlar bo'yicha ishlovchi xodimlar endi kadrlarga taalluqli bo'lgan, ya'ni xodimlarga taalluqli bo'lgan ta'til buyruqlarini majburiy ravishda MyMehnat.uz elektron platformasi orqali ro'yxatdan o'tkazishlari shart etib belgilandi. Ya'ni bu ta'til buyruqlariga qaysi buyruqlar kiradi? Yillik mehnat ta'tili berish haqidagi buyruqlar, xodimlarga bola parvarish ta'tili berish haqidagi buyruqlar, o'quv ta'tili buyruqlari, shuningdek ish haq saqlanmagan holatda beriladigan ta'tillar ham kiradi. Ushbu buyruqlarni albatta kadrlar MyMehnat.uz elektron platformasi orqali o'z vaqtida ro'yxatdan o'tkazib borishlari majburiy hisoblanadi.